Kesirvadan keyin tabiiy tug'ish mumkin emasmi? Kesir kesish yo'li bilan tuqqandan keyin tabiiy tug'ruq mumkin. Faqat buni o'zining shartlari bor. Bolani holati, chandig'izni holati va kesirvaga ko'rsatmalar bo'lmasa, lekin akusher-ginekologingizlar bilan maslahat qilasiz. Birinchi tug'ruq har doim og'riqli bo'ladimi? Tug'ruq doim og'riqli bo'ladi. Faqat tug'ruqning og'irlik ketishi va og'riqsiz ketishi siz va sizni tug'diradigan akusher-ginekologingizga bog'liq. Bu yerda tug'ruq paytida o'zini bajaradigan mashqlar bor. Homiladorlik har doim ayollar sog'lig'ini olib qo'yadimi? Homiladorlik bu kasallik emas, hurmatli onalar. Homiladorlik bu fiziologik holat. Sizni sog'lig'ingizga ta'sir qilmaydi. Lekin sizda yondosh kasalliklar bo'lsa, bu homiladorlik ketishiga ta'sir qiladi. Homiladorlik vaqtida sport bilan shug'ullanish mumkin emasmi? Homiladorlik vaqtida sport bilan shug'ullanish shart, agar sizda boshqa ko'rsatmalar bo'lmasa. Lekin bunda yengil sport bilan shug'ullanish kerak. Yoga bilan, suzish bilan og'ir, zo'riqishli mashqlar buyurilmaydi. Chunki sport mashg'ulotlari sizda bachadon mushaklaringiz, qorin mushaklaringizni tug'ruq paytida ishlashiga yordam beradi. Toksikoz bo'lmasa, bu homiladorlik shubhalimi? Toksikoz homilador ayollar shunga e'tibor bering. Agar sizda boshidan toksikoz yo'q bo'lsa va yengil o'tayotgan bo'lsa, bu shubhali emas. Lekin homiladorlikda boshida kuchli toksikoz bo'lib va bu to'xtab qolsa va o'zingizda yengil his qilsangiz, bu shubhali bo'ladi. Akusher-ginekologga murojaat qilishingiz kerak. Har oy ultratovush tekshiruvini o'tkazish bolaga zarar qiladimi? Hurmatli onalar, bu juda ko'p beriladigan savol. Ultratovush tekshiruvi bolaga zarar qilmaydi agar ko'rsatma bo'yicha kerak bo'lsa. Lekin standart bo'yicha homilador ayollarning o'zini tushish vaqtlari bor. Ultratovush bu tovush tekshiruvi, bu rentgen emas. Vitaminlarni o'z boshimchalik bilan ichsa bo'ladimi? Vitaminlarni har doim o'zingizni doktoringiz bilan maslahatlashib ichganingiz yaxshi, chunki ayrim vitaminlar allergik fon chaqirishi mumkin. Va shunga o'xshash sizni qiziqtirayotgan savollar bo'lsa, kommentariyalarda yozing, biz javob beramiz.